Xo'p. Nexia Sons tremblor moshina detonatsiya bilan paqillab kelgan. Asl sababi modul qizigan va yoqtirib ketgan. O'shani hisobiga. Modul deyarli kuygan, ish bermadi. Xo'p, har davrda bu tezlik atkasi qilmaydi, lekin har davrda kompyuterga noto'g'ri sanagani hisobiga скоростной datchik deyiladi bu, скорость datchik. Bu eskisi Nexia 1laki trosli. Hozir bunga Nexia 2 tablo qo'ygan, Nexia 1ga. Buni o'rniga Nexia 2 ni o'zinikidan qo'yamiz. Tartibini ham tushuntirib ketamiz. Xo'p. Shtekirdi. Скоростной datchik tepaga qaratganda T6ni chap taraf plus, o'ng taraf massa, o'rta signal bo'ladi. Bu yerda tushuntirib ketamiz. Bunisida massa, o'ng taraf massa, o'rta plus, chap tarafi signal bo'ladi. Xo'p, undan keyin bitta diagnostikadan bitta tekshirib ko'riladi. Bo'ldi, tamom. Shu